Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlarga yangi video ko'p turgan xursandman. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan birgalikda telefondan qanday qilib stream qilishni to'liq batafsil ipidan ignasigacha to'liq ko'rib chiqamiz. Hamma narsani o'rgatib chiqaman. Dana silkalari, boshqa kachesvalari, mikrofonlarni qanday to'g'lash kerak, kachesvani qanday qilib belgilab olamiz, qaysi video kartalar, boshqa operatsiyalarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Barcha narsalarni batafsil tushuntirib ketaman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan ilovalar o'zimiz yoqtirib o'ynaydigan o'yinlardan biri bo'lishi mumkin. Men o'zim uchun PUBG'ni tanladim va albatta bizga yordam keladigan StreamChamp'ni tanlaymiz. StreamChamp'ga kiramiz. StreamChamp'ga kirganimizdan so'ng bu yerda o'zimiz stream qiladigan platformani tanlaymiz. Men ko'pchilik albatta juda qat'iy emas. Ko'pchilik YouTube'da stream qiladi. YouTube'ni tanlaymiz. YouTube'ga kirganimizdan so'ng o'zimiz stream qiladigan akkauntimizni ulab olamiz. O'zim akkauntimga kiraman hozir shu yerda. Ularga tasdiqlash kerak, dastur so'raydi. Barchasiga dastur bersanglar, hech qanday ziyoni yo'q. Chunki bu juda ham ko'plab katta stream video kanallarni stream qiladi. Xo'p, biz ilovamizga kirdik. Bu yerda eng birinchi shu o'yin ochilgandan keyin qiladigan birinchi ishlarimizdan biri bu ovoz legrifikalar bu. Streamda ko'pchiligimiz ovozimiz balandroq bo'lishi uchun mikrofonni pastdagi mikrofon belgisi turganini ko'tarib olamiz va iloji boricha 110, 120 shunaqa atrofda qilsak ovozimiz yana ham yaxshiroq bo'ladi. Uni tepasidagi audio bo'limiga kelsak, o'yinimizdan chiqadigan ovozni 100% tursa ham bo'ladi, chunki mikrofonimizdan ancha pastroqda kelsak, yana ham yaxshi ovozimiz sinadroq, foydalanuvchilar yaxshiroq eshitadi. Bundan keyingi ishimiz, qiladigan ishimiz albatta bu ekranimiz ustiga bosish bo'ladi. Ekranimiz ustiga shu ko'k oynaga bittagina bossak, hop, mana shu o'zimizning shu asosiy oynamiz, mana shu telefonimizning ekrani shu qayerda chiqib turishini xohlasak chekaraga chiqishi mumkin, xohlasak bu yoqda chiqishi mumkin. Orientatsiyasi, ya'ni o'yin kirganimizdan so'ng o'z avtomatik shu yonboshga ketadi. Hop, endi biz buni tagiga ko'pchilik biladiki, tagiga o'yinlarni ko'pchilik o'ynaydigan streamlar tagida rasm obloshkalar chiqadi. Buni qanday qilib qo'yishimiz mumkin deydigan bo'lsanglar, bunda fonga o'tamiz. Fondan izobrazeniyadan добавitni bosamiz. Добавitdan из fotosda o'zimizni rasmimizni tanlaymiz. Endi buni qanday qilib joylashtiramiz? O'ngga, chapga, x, y qilsak shunaqa joylanadimi desanglar, yo'q. Biz bu yerda unaqa o'tirmasdan osongina razmlarni fondan поместitni bosib turib, customga o'tkazib qo'yamiz. Bo'ldi, hop. Joyimizda men mana bu x, y lar bosganim uchun ozgina yoqqa bu yoqqa siljidi. Buni to'g'lash uchun mana bu x, y svoy razmerlarda qilib olsanglar bo'ladi, bemalol joylashadi. Bularda bunaqa rasmlarni qayerdan olamiz deydigan bo'lsanglar, albatta Telegram kanalimda pastga yozib silka qoldirib ketaman. Telegram kanaliga o'tsanglar, o'zingizlar xohlagan usulda navini o'chirib tashlab qo'yaman. Agar zakaz qilmoqchi bo'lsanglar ham shu kanalimda menga yozsanglar, o'zim chiroyli qilib yasab beraman. Xo'p, bundan keyingi ishimiz bu tagiga bannerni yopishtirib oldik, fonni qo'ydik. Barchasi bizda deyarli tayyor. Endi navbatdagi qiladigan ishimiz albatta stream uchun biz sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Stream uchun bu narsalarimizni sozlab olishimiz kerak. Ya'ni fon qo'ydik. Agar kerak bo'lsa tekst qo'shmoqchi bo'lsak, bironta buni tekst qo'shadigan bo'lsak, mana bu yerda 3 ta nuqtani kechirasizlar. Mana shu yerdan bosib turib, ekranga yana bir marta bosamiz, добавitni bosamiz. Добавitdan xohlasak tekst qo'shishimiz mumkin. Mana добавить tekst turibdi. Добавить tekstni bossak, xohlagan yozuvimizni qo'shsak bo'ladi. Yozib bironta naзвание, widget yoki silkalarni qo'shsak bo'ladi. Bu yerda kamera ham, web kamera qo'shishimiz ham mumkin. Buni albatta to'xtalib o'tib ketaman. Bitta tekst qo'shishimiz mumkin, web kamera qo'shishimiz mumkin. Hozir web kameraga qo'shishni ko'rib chiqamiz. Mana bu web kameramizni o'rnini xohlasak bu yerga, xohlasak bu yerga, xohlasak bu yerga, xohlagan joyimizga ushlab turib o'tkazsak bo'ladi. Menga qulayroq mana bu yerga qo'yib olsam bo'ladi. Endi buni qanday qilib web kamerani ulaymiz deydiganlar uchun albatta buni ham tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda punkt управления uni bosamiz. Mana bu yerda sizlar ko'pchilikda yoqib ochiq bo'lishi mumkin. Buni yoqib qo'yamiz. Va bizda mana bu yerni beradi. Обновить qilib olamiz bitta. Kod pult управленияni beradi. Biz birinchi o'rinda pult управленияni kopировать qilib olamiz-da, bu yerdan chiqib turib. O'zimizni agar sizlarda boshqa kompyuter bu yerda web kamera olgan bo'lsa, kompyuterni Google brauzeridanmi yo boshqa brauzerdan kirib turib, mana shu silkani joylashtirasizlar. Stavit qilamiz va mana bu shu oynaga ochiladi. Shu oyna ochilgandan keyin telefon, mana bu remote kod deyiladi. Remote kodni bu yerda yana StreamChamp'ga qaytamizda. Mana bu pult управления degan joydagi kodni kopировать qilib olamiz. Yana Google'ga qaytamiz va remote kodga boshqa kod yozamiz, boshqatdan remote kod mana shu oyna ochiladi ko'proq. Bosamiz va
linkni bosamiz. Linkni bosganimizdan keyin bu oyna ochiladi. Qanday qilib kameramni ulayman deydigan bo'lsanglar, mana connect to streamga bitta bosamiz va ruxsat so'rayapti bizdan. Razрешить bosamiz va bizda kameramiz tayyor. Hozircha o'chirib turaman buni va web kameramiz ulandi. Bo'ldi, zakrit qilib turib chiqib turib, bu yerdan X ni bosib turib kameramizni ulab oldik. Endi yana bir navbatdagi qiladigan ishlarimizdan biri hop, yana bir bosganimizdan keyin web kamerani uladik. Endi stream sozlamalariga o'tamiz. Stream sozlamalarida qaysilar deydigan bo'lsanglar, serverni tanlash asosiy default serverda turadi bunimiz. Hop. Bu o'ylamay streamlarga bular asosan hali streamdan ertaroq xabar berish uchun shularni yoqib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Undan keyingi razрешение, ya'ni bu yerda ko'pchilikda 1440 bo'lishi mumkin, ya'ni 2K HD shu kачествоlarimiz bor. Ko'pchilikda internetiga qarab turib, internet skorosiga qarab turib tanlash mumkin. Buni skorosini qanday aniqlab olamiz deydigan bo'lsangiz, yana bir Google brauzerga kiramizda, plusni bosib turib fast.com ga kirsak, bizga internet tezligimizni chiqarib beradi. Bu yerda hozir 230 40 mana уже 530 megabit sekund chiqyapti. Borgan 580 590 deyapti. Bu yerda biz qanday qilamiz? Tanlaymiz. Bu yerda 5 megabit sekund bo'lishi mumkin. Bizga 720 mbit bo'tadi. Chiroyli kачество yetkazib, lekin ko'proq kачествоni xohlasanglar 1080 tanlashinglarni tavsiya qilaman. Agar internetingiz o'rtacha bo'lsa, kачествоni bir xil olib ketishini xohlasanglar 720 pikseldan tanlasanglar bo'ladi. Bitrate mana bu yerda mana shu sizlarning bitrate'lar mana shu hozirgi fast.ga kirganimiz 5.5 qilsanglar, undan pastrog'idan belgilasanglar, internet ko'tarilib tushganda o'rta me'yorni oladi. Shuning uchun 4.5 agar sizlarning internetingizda 50-500 ming ko'rsatsa, где-то 5000 shunaqa ko'rsatsa belgilasanglar bo'ladi. Bitrate bemalol. Частота kadrga keladigan bo'lsa, albatta 60 fps belgilab qo'yishingiz kerak, поддержка qiladigan bo'lsa, chunki o'yinda holatini tiniq sizlarga yetkazib beradi barcha частотасini. Bu yerda video prosessorimizni belgilashni so'rayapti. Bu yerda bu yerga hech narsaga tegmaysizlar. Shu yerda shunday qo'ygani yaxshi. H264 mainda turgani yaxshi biz uchun. Bir xil holat topib beradi. Hammasi texpodдержка. Bu yerda video urug'lar, mana agar tushunmaydigan bo'lsalar, albatta YouTube'da StreamChat'ni o'zini video uruglari ham bor. Bu yerda bizda web kameramiz turadi. Print qilib olamiz va bo'ldi. Bizda deyarli barcha narsasi tayyor. Agar donat qo'shmoqchi bo'lsak, qanday qilib donat qo'shishimiz mumkin degan savol berasizlar. Buning uchun albatta sizlarga tirikchilik uz yoki boshqacha tirikchilik uz yordam kelishi mumkin. Bu yerda albatta silkalarni beradi. Bu yerda ro'yxatdan o'tib turib, kanalingizni tasdiqlab turib, bu yerda sizlarga silka beradi. Silka bersa, albatta bu yerda silka bergandan so'ng buni bosamizda va bu yerda добавitni bosamiz. Добавitni bosganimizdan keyin HTML overlay qo'shishlar mumkin, ya'ni название widget buni yozib donat deb yozib turib, silkaga o'sha sizlar o'sha donat uchun beriladigan silkani qo'yishimiz mumkin. Добавить tekst ham oddiy yozib qo'shamiz. Unutmanglar, shu URL HTML overlay ga kirib turib belgilab olamiz. Shu yerdan donat qo'shishimiz mumkin, xohlagan donatimizni qo'shamiz. Va undan keyingi qiladigan ishimiz scenalar. Bizga ya'ni birinchi kadrdan ikkinchi kadrga o'tadigan bo'lsak, mana bu scena kerak bo'ladi. Bu nima deydigan bo'lsanglar, masalan, streamning boshlanishi, stream hozir boshlamoqda degan narsani основнойga qo'yib bo'lsanglar, autoscrollga o'taylasizlar, boshqa mana bunday autoscroll kutiladi. Mana bunday skoro начинается deyiladi. Stream starting soon, ya'ni tezroq boshlandi degan yozuv chiqadi. Boshlab turib, stream boshlagandan keyin mana buni belgilab turib, основнойga bitkazib olasizlar. Bo'ldi, ikkinchi joyga o'tadi. Ya'ni orientatsiyani belgilaydigan bo'lsanglar, avtomatik qilib qo'yganlar yaxshi. Orientatsiya, ya'ni o'zi chapga xohlasa bu tomonga aylanadi, xohlasa u tomonga aylanadi. Orientatsiya sarg'ilani bu tomondan bu tomonga bunday o'ynasanglar bunaqasiga orientatsiya shu narsani belgilab beradi va bizda barchasi tayyor bo'lgandan keyin translyatsiya ekrani bor. Bu yerda eng qiladigan ishimiz, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz shu. Va bu yerda mikrofonni yoqib olamiz. Bosib turamizda, bu yerda stream chapga o'zi o'tadi. Stream boshlashdan oldin albatta mikrofonimizni yoqib qo'yishimiz kerak. Mikrofonimiz qizarib yongandan keyin mikrofonimiz yonadi va bizda o'yinda ovozimiz yetib boradi o'yinchi foydalanuvchilarga, biz kuzatib boradigan o'yinchilarga. Barchasini tayyor qo'yganimizdan keyin va bu qizil nuqtani bosamiz. Qizil nuqtani bosganimizdan keyin sozda translyatsiya chiqadi.
Agar YouTube Google Chrome orqali YouTube kanalimizni oldin qilgan bo'lsak, aktivni belgilashimiz mumkin. Bo'lmasa zaplarini oldindan rejestratsiyalangan streamlarimizga kirishimiz mumkin. Biz nima qilamiz? Sizda translyatsiyaga kiramiz. Bu yerda oldindan yozib qo'yilgan bo'ladi. Buni o'chirib tashlab turib, test qilib stream qilib ko'ramiz. Va opsiyaga, streamning opsiyasiga bu yerda ko'proq hashtaglar yozishinglar kerak. Streamning maqsadi va hashtaglar yozsanglar ko'proq rekomendatsiyaga chiqadi videolar. Dastur ochiq, barchaga ochiq holda bo'ladi. Hamma ko'rishi mumkin. Faqat silka orqali desanglar, silka orqali bo'ladi. Foydalanuvchilar faqat silka orqali kiradi. Zaddeshga albatta ko'pchiligimiz bilamiz, Zaddeshga o'yinni stream qiladigan odam bilan foydalanuvchilar orasidagi vaqt masofasini belgilab beradi. Bu yerda 10 sekund yoki 30 sekund qo'ysak, biz internet kachествоsi yetib borish bitrate'da farq ozginagina foyda berishi mumkin. Internet birozgina slabilashgan paytda tezroq yetib boradi. Va bu yerda biz o'zimiz xohlagan obloshkamizni tayyorlab olishimiz mumkin. Keling, men buni mana shuni oddiy rasmni qilib belgilab olaman. Va bo'ldi, bizda sozda tugmasi chiqadi. Sozda tugmasini bosganimizdan keyin streamni so'zlash translyatsiya klishni olyapti. Ulayapti va timeline emoji o'ynayapti. Hammasi tayyorlanyapti. O'zi avtomatik barchasi va bu yerda siz tabriklayapti. Va natija translyatsiyani bitta bosamizda bu yerdan stream channelni belgilab turib, o'sha natija translyatsiyani bosamiz va bizda streamimiz tayyor va bemalol tekshirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Kirib turib kanalimizda kompyuterimizdan yoki boshqa telefon, shu telefoningiz o'zidan kelib turib YouTube'ga kirib bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Qo'shimcha sozlamalar qanday qilib opsiyalar zadashga boshqa narsalarni albatta kompyuterdan to'g'risanglar bo'ladi. Mana bunaqa obloshkalarga zakaz bermoqchi bo'lsanglar, albatta Telegram kanalimda yozib qoldiraman. Barchasini ko'rib qilsanglar bo'ladi. Telegram kanalimga o'sib turib bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. U yerda ham Telegram kanalimda ham yordam berishim mumkin. Qo'limdan kelgancha bepul barchasi xudo xolasa pulli xizmatlarga keladigan bo'lsak, albatta obloshka boshqa narsalar uchun bemalol zakaz bersanglar bo'ladi Telegram kanalimda. Shuna qilib bemalol stream qilsanglar bo'ladi. Xohlagan telefon, iOS telefon, iPhone telefoningizga ko'proq yana qanaqa videolar xohlasanglar shuni yozib qoldiringlar iloji boricha kommentariyada. Men hamma bir o'qiyman. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz.